Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bugun men Buxoro viloyati Qorako'l tumanidagi ko'zi ojizlar jamiyatiga keldim. Mana Buxoro viloyati ko'zi ojizlar jamiyati Qorako'l tumani bo'linmasi. Hozir ichkariga kiramiz va jamiyat a'zolari bilan savol-javob qilamiz. Mana bu kirish eshigimiz, mana bu zalchamiz va mana bu yerda jamiyat a'zolarini mana Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Salomatliklaringiz yaxshimi? Rahmat. Opa, mana shu Qorako'l tumanida joylashgan ko'zi ojizlar jamiyati binosidamiz. Mana shu sizning murojaatlaringiz, sizning e'tirozlaringiz bo'yicha mana jamoatchilikka hozir video e'lon qilmoqchimiz. Sizni hokimingiz Xurshid Toyirov aytishi bo'yicha sizni iddolaringiz, muddolaringiz, masalalaringiz yechilgan. Lekin bu yerda aytayapmanki, savol tug'ilyapti. Masalalar yechilgan bo'lsa, nima uchun jamiyat a'zolari norozi, nimadan norozi? Xo'p, yechilgan bo'lsa, u qayerda yechilgan? Qog'ozdami yoki amaldami? Nima iddolaringiz bor? Mana jamoatchilikka gapiring, opa. Siz kimsiz? Birinchi o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Qorako'l tuman ko'zi ojizlar jamiyatining raisasi bo'lib ishlayman. 20 yildan beri ishlayman bu jamiyatda men. Men kelgandan beri 4-5 ta hokim almashib ketdilar. Matlab Numonov ishladilar. Keyin kim edi u kishi? Husniddin ishladilar, Sherali ishladi. Hamma hokimlar bilan ham ishlashib kelyapman. Mana Xurshidjon Tohirov kelgandan beri biz ko'zi ojizlar jamiyatiga uncha e'tibor berilmayapti-da. E'tibor kam. Umuman xat beraman ham xatimga javob bermaydilar. Qurilish qurdirganimga ijtimoiy buyurtma olib, ko'zi ojizlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha katta sex qurdirdim. Sexni qurilib bo'lganiga 1 yil bo'ldi. 1 yildan beri murojaat qilaman men bularga. Ana shu yo'l tomonda ozgina joyim bor, shuni o'rnatib beringlar chiroyli qilib. Sexni yonidan bitta yo'l chiqarib beringlar menga, u yoqqa o'tish nimasi uchun deb 1 yildan beri murojaat qilaman. Bu murojaatimga hech kim javob bermaydi. Ko'zi ojizlar sayohatga olib chiqish bo'yicha, bayram o'tkazish bo'yicha ko'p xatlar bilan chiqaman. Xatim hech qanday javob ololmayapman-da xatlarimga. Ana kommunal to'lovlari bo'yicha ham chiqyapman. Menga hokim o'rinbosari siz o'zingiz yuqori tashkilotlaringiz qilish kerak bu narsani degan javobni beryapti. Tumanga men o'zimni nodavlat notijorat tashkilotimiz biz. Shuning uchun biz homiylar bilan ishlaymiz. Homiylar bilan ishlaganligimiz uchun men hokimiyatga murojaat qilyapman. Yuqori tashkilotlar bizni hamma narsa bilan ta'minlab qo'ysa, men nima qilardim hokimiyatga murojaat qilib. Shunaqa masalalarda shu umuman orqada qolib ketyapmiz-da. Boshqa tumanlar 2 martadan sayohatga chiqarib kelyapti. Bizning tumanda umuman hech kim e'tibor bermaydi. Ana ijtimoiy nimadan ham sayohatlarga olib chiqyapti, lekin bizning jamiyat hech kim aytmaydi. Birorta tadbir qilsa ham tadbirlariga ham hech kim aytmaydi. Jamiyat chetda qolib ketyapti tumandan. Shuni iloji bo'lsa ozgina e'tibor berishsa, jamiyatda borligini bir his qilishsin ular ham ozgina. Demak, rahmat. E'tirozlaringiz shundan iborat, demak, e'tirozlaringiz, opa. Xo'sh, hurmatli fuqaro, endi siz o'zingizni tanishtirib, muddaoingizni bir ayting, eshitaylik qani. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Rajab Bobur, Qorako'l tuman ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasi rahbariman. Bir necha yillardan beri shu ziyorat tarqatib kelaman Qorako'l tumanidagi ko'zi ojizlarga. Bizda bir muammo borki, ko'zi ojizlar kutubxonasida 6 sotix yer maydoni bor. O'sha ko'zi ojizlar kutubxonasiga 6 sotix yer maydonni qurish bo'yicha muammomiz bor. Shu masalamiz ancha yillardan beri hal bo'lmay kelyapti. Biz bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasiga, Adliya vazirligiga, Moliya vazirligiga, Iqtisodiyot va Moliya vazirligiga murojaat qilganmiz. Keyin Madaniyat vazirligiga, keyin viloyat hokimi Botir Zaripovga sayyor qabullarda 100% murojaat qilganmiz. Keyin viloyat
hokimimiz Botir Zaripovni Telegram guruhiga bir necha marta yozganmiz va bu yoqdan 10 ga yaqin akkauntlarimiz bloklab tashlangan, murojaatlarimiz eshitilmagan. Keyin tuman hokimiga adashmasam bir 100 marta murojaat qilganmiz, xato orqali keyin 100 murojaat qilganmiz, lekin masalamiz yechilmay kelyapti. Biz harakat qilyapmiz qo'ldan kelgancha, lekin biz hal qilmaydigan masalalar ham bor-da. Misol uchun tuman hokimligiga, viloyat hokimligiga bog'liq bo'ladigan masalalar bor. O'sha bo'yicha yurtdoshlar, iltimos, bu murojaatim bevosita prezidentimiz Shavkat Miromonovichga qaratilyapti. Shuning uchun like bosinglar, kommentariyalar yozinglar. Shu murojaatimiz keng tarqalsin. Bu bir savobli ish. Like bossanglar sizlardan hech kim pul so'ramaydi. Shu like'ni bosib, kommentariyalar yozib, qo'llab-quvvatlanglar va murojaatimni keng tarqalishda yordam beringlar. Bu sizlarning ko'zyoshlar kutubxonasini qurilishi uchun qilayotgan yordamlaringiz bo'ladi. Prezidentimiz yoki administratsiyaning boshlig'i Saida Mirziyoyeva ko'rishlari uchun biz harakat qilishimiz kerak. Iltimos, chetda yurgan musofir do'stlarimiz bizani qo'llab-quvvatlanglar va like bosinglar, kommentariya yozinglar va chet ellarda yurgan, Amerikada bilamiz qarako'llik yaxshi taniqli insonlar bor. O'shalar yordam beringlar. O'sha ko'zyoshlar kutubxonasini quraylik. Ya'niki sizlardan bitta katta yordam so'rayapman. O'sha like bosib, kommentariyalar bossangizlar, YouTube buni qo'llab-quvvatlab keng tarqalishiga erishamiz. Sizlardan yordam uchun oldindan rahmat tilayman. Doim Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Yomonliklardan asrasin, yurtimiz sog' bo'lsin, prezidentimiz sog' bo'lsin. Sizlarga ishonaman. Like bosib, kommentariya yozishlaringizga sog' bo'linglar. Qarang, Bobur aka, men savol beraman sizga. Hozir meni 3 ta masala bilan beri chaqirdingiz. Birinchisi, ko'zi ojizlar kutubxonasini qurish. Ikkinchisi, ko'zi ojizlar korxonasini ishga tushirish. Uchinchisi, ko'zi ojizlar jamiyatiga kommunal to'lovlar uchun moddiy yordam deb chaqirdingiz. Mana shu murojaatlaringiz yechilmayapti deb o'tiribsiz. Buni davomiyligi qancha? Masalan, necha yildan buyon, nechanchi yildan buyon yechilmayapti masalalaringiz. Mana qator tashkilotlarga murojaat qildik deyapsiz-ku. Endi u tashkilotlarga 2020-yil, 2017-yillardan beri masala bor-da, xona qurish. Hozir 620 maydonimiz bormi, o'shani qurishimiz kerak. Ko'zyoshlar uchun kompleks joy beradi, ya'ni ko'zyoshlar jamiyati, ko'zyoshlar madaniyat maskani, ya'ni ko'zyoshlar korxonasi, ko'zyoshlar kutubxonasi bitta joyda bo'lsa, kompleks bo'ladi. Ko'zyoshlar ortiqcha vaqtini yo'qotmaydi. Ya'niki bilamiz, ko'zyoshlar ko'rishda qiynaladigan insonlar. Misol uchun ularga qancha qulaylik yaratib berishimiz kerak-da. Biz inklyuziv jamiyat, ijtimoiy davlatmiz. Bu konstitutsiyada aniq belgilab qo'yilgan. Biz o'shanga qadamma-qadam bunga erishish uchun harakat qilyapmiz. Misol uchun ko'zyoshlarimizni qo'llab-quvvatlasak, yurtga, xalqqa baraka kiradi-da. Misol uchun kutubxona qurish uchun mablag' ketishi mumkin, lekin masalan boshqa taraf ham bor. Ko'zyoshlar uchun qurilayotgan inshoot tepada Alloh ham ko'rib turibdi hammamizni. Alloh uchun, bizlar uchun berilgan mablag', misol uchun tuman hisobidan kelsa tumanga baraka kiradi, viloyat hisobidan kelsa viloyatga baraka kiradi. Qaniki misol uchun baribir mazmun duosi qabul bo'ladi-da. Shunga o'xshagan biz harakat qilishimiz kerak-ku, shu har bitta insonni uchun qulaylik yaratish uchun harakat qilishimiz kerak. Yaxshi. Hozir hurmatli vatandoshlar, kuzatuvchilar, mana bu 6 sotiqlik joy. Mana shu murojaatchimiz aytayotgan mana shu 6 sotiqlik yer va mana shu yerdan ko'zi ojizlar jamiyati uchun kutubxona qurish bir qancha muddat oldin rejalashtirilgan. Buni qog'ozdagi hujjat variantlarini ham ko'rdik. Lekin hozirgacha o'sha va'da bajarilmagan. Mana shu jamiyat a'zolarining iddolari bo'yicha. Mana bu yerda esa ko'zi ojizlar uchun korxona, ya'ni tikuv sex adashmasam mana amalda binosi qurilgan, ammo bu amalda ishga tushirilmagan. Xo'sh, mana shu holatlardan bular norozi. Hozir tuman hokimimiz Xurshid Toyirovning javoblariga
Asosan shu gap aytamanki, qog'ozda hisobot berish oson, lekin masalani yechish, insonlar hayotini yaxshilash bu mas'uliyat. Buxoro viloyat ko'z ojizlar jamiyati Qorako'l tuman bo'linmasidan yana bir bor video murojaat olib chiqyapmiz mana. Xo'sh, men ijtimoiy faol sifatida mutasaddilardan rasmiy, ochiq va amaliy javob kutib qolaman. Bu masalani jamoatchilik nazoratiga olamiz va amaliy harakatlar va ijobiy natijalar kutib qolamiz. Hamma salomat bo'lsin o'rtoqlar.